İslamda erkeklik ufqumi. Yazğuchi Muhammed Abdurrahman Sadiq. Tercüme qilguvchi Abduqahar Amin. Kishilar erkeklik degan bu ufqumni o'xshamaydigan so'zlar bilan izohlab keldi. Ba'zilar erkeklik kuchtingurlik va boturlik desa, yana ba'zilar keskinlik, rahbarlik va boshqarish iqtidoriga ega bo'lish deb izohladi. Yana birlari mardlik va saxiylikning namoyandasi deb qaragan bo'lsa, yana ba'zilar pul tepib dunyo yig'alaydiganlar deb ta'riflagan bo'ldi. Yana qisman kishilar erkeklik vaqti kelganda nom shuhrat, yuz obro'yini yaxshilik uchun atash deb ta'rif qilsa, yana ba'zilar jangovarlik va milliy manfaatni oldingi o'ringa qo'yish ruhi deb tushundi. Kishilar erkeklikni mayli qaysi xil izohat bilan tunishtirgan bo'lsin, Alloh taolo Qur'on Karimda 50 dan ko'proq o'rinda ar-rujula, ya'ni erkeklik kalimasining ma'nosini tilga olgan va o'xshamagan ma'nolarda ishlatgan. Islom ummati bugun din yukini ko'tarib, uning jafo mushaqqatlariga bardoshlik bera oladigan, Rabbining mo'minlarning ichida Rasululloh bilan g'azotga chiqqanda sabatliq bo'lib, shahid bo'lgan qadar dadillik bilan jang qilish haqida Allohga bergan ahdisini amalga oshirgan nurg'un kishilar bor. Ularning ba'zisi ahdiga vafo qilib shahid bo'ldi, ba'zisi shahid bo'lishni kutmoqda. Ular Parvardigoriga bergan ahdisini hargiz o'zgartgani yo'q degan so'zi asosida o'z dini va vatan xizmatini eng yuqori saviyada o'rindashga tirishadigan erkaklarga nihoyat muhtoj. Islom shariatida erkaklikning o'lchami birovlar aytgandek nom shuhrat va mol dunyoga ega bo'lish bo'lmasdan, balki fazilatli amallarni qilish, go'zal axloqni o'ziga mujassamlash, kuchli iymonga ega bo'lishdir. Bununğa dalil sifatida tuvandagi hadis yeterli. Payg'ambar alayhissalomning yonidan bir odam o'tib edi. Payg'ambarimiz sahobalariga bu odam haqida qanday qaraysizlar deb so'radi. Sahobalar bu kishi o'ylanish uchun elchi bo'lib borsa har kim qizini beradigan, hamma yerda yuzi va gapi o'tadigan bir odam deyishdi. Arqadillah musulmonlardan kambag'al biri bu majlisning yenidan o'tdi. Payg'ambar alayhissalom bu kambag'al kishini imo qilib turib, bu kishi haqida-chu deb so'radi. Sahobalar bu kishi o'ylanish uchun elchi bo'lib borsa, hech kim qizini bermaydigan, kishilar uning yuzini qilmaydigan, hech kimga gapi o'tmaydigan biri deyishdi. Payg'ambar alayhissalom ularga javoban, bu kambag'al kishi o odamdan olamcha yaxshidir degan. Erkeklik haqiqiy ma'nosi bilan misli ko'rilmagan erkaklarni yetishtirib chiqqan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomda namoyon bo'lgan bo'lib, Rasululloh Alloh bilan qasamki, Alloh o'z dinini oliy qilgucha yoki men bu yo'lda halok bo'lmoqcha, meni bu yo'limdan qaytarish uchun o'ng qo'limga quyoshni, so'l qo'limga oyni uzib bersimi, men bu yo'ldan asla voz kechmayman degan edi. Islomda erkeklik hukmi. Erkeklik degan bu so'z arabchada ar-rujula kalimasi bilan ifodalangan bo'lib, uning ma'nosi ichki va tashqi jihatda pokiz bo'lish, ya'ni qalbi va harakati bir-biriga uyg'un, samimiy bo'lish degan bo'ladi. Alloh taolo Qur'on Karimda bu ma'noga ishorat qilib mundaq deydi. Birinchi kunidan tartibla taqvo asosiga qurilgan masjid haqiqatan sening namoz o'qishingga eng loyiqdir. Uningda gunohlardan pok bo'lishni yaxshi ko'radigan kishilar bor. Allah ichki va tashqi jihatdan pok bo'lg'uchilarni do'st tutadi. Erkeklik ahdiga vafo qilish, va'dasida turish, haqda muqim turish degan bo'lib, Alloh taolo Qur'on Karimda bu ma'noga ishorat qilib, mo'minlarning ichida Rasululloh bilan g'azotga chiqqanda sabatliq bo'lib shahid bo'lgan qadar dadillik bilan jang qilish haqida Allohga bergan ahdisini amalga oshirgan nurg'un kishilar bor. Ularning ba'zisi ahdiga vafo qilib shahid bo'ldi. Ba'zisi shahid bo'lishni kutmoqda. Ular Parvardigoriga bergan ahdisini hargiz o'zgartgani yo'q degan. Erkeklik badanning kuchlanishidan burun iymonning kuchlanishidir. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu arak darxidan misvaklik oladi. Uning pochiqi intayin inchki bo'lganlikdan shamolda tavrab qoladi. Kishilar uning bu holdan kulishganida Payg'ambar alayhissalom, "Sizlar nima kulyapsizlar?" deb so'radi. Ular, "Ey Allohning elchisi, uning inchiki pochaqlariga qarab kuldik" deganida Payg'ambar alayhissalom,
Jinim ilkidi bo'lgan Alloh bilan qasamki, uning ashu inchik parchaqlari Allohning tarazisida Uhud tig'idan ig'irdir degan. Erkeklik, mas'uliyatchanlik, Allah yo'lida samimiy bo'lish va Allohning taqvodor bandalarini har qanday xatardan mudofaa qilish demakdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda bu ma'noga ishorat qilib mundoq deydi. Bir odam shaharning yiroq yeridan oldirab kelib, "Ey Musa, shubhisizki kattalar seni o'ldirishga maslahat qilishyotidi. Shahardan darhol chiqib ketgin. Men albatta sana sodiq kishilardanman" dedi. Oyatda bayon qilingan bu kishini shuncha yiroqdan ilib kelgan nima? Shuncha tez yugurib kelishiga zodi nima sabab bo'lgandi? Mana bu Allohning do'stlari va din da'vatchilarining qo'g'diganligining ifodasi. Mana bu erkeklikning komil ma'nosi emasmi? Erkeklik jasoratli bo'lish, haq sadosini yangritish, zolim podshohning yonida zulm qilishdan qo'rqmay haqiqatni yaqinlash demakdir. Alloh taolo Qur'on Karimda bu ma'noga ishorat qilib mundoq deydi. Firavun xonadoniga mansub iymonini yoshirgan bir mo'min odam mundoq dedi. Sizlar Parvardigorim Alloh degan kishini o'ldiramsizlar? Halbuki u sizlarga haqiqatan Parvardigoringlarning dargohidan ro'shan dalillarni elib keldi. Agar u payg'ambarlik da'vosida yolg'onchi bo'lsa, yolg'onchilikning ziyini o'zigidir. Agar u rostchil bo'lsa, sizlarni qo'rqitgan azobning bir qismi sizlarga keladi. Alloh haqiqatan haddidan oshgan yolg'onchini hidoyat qilmaydi. Erkeklik osmon zamindan boshqa butkul mahluqotlar asli holatidan o'zgarib ketadigan, kichik bolalarmi qo'rqinchdan bo'voylardek oq choch bo'lib ketadigan, qiyomat kunining dahshatidan qo'rqib, shaytoniy havoyi havaslarga bo'ysunmaydigan, hatto uningga qiziqtiradigan vositalardanmi yiroq turishdir. Alloh taolo Qur'on Karimda bu ma'noga ishorat qilib mundoq deydi. Ular shundoq erlarki, so'da setiq ularni Allohni zikr qilishdan, namoz o'qishdan, zakot berishdan g'aflatda qoldirmaydi. Ular dillar va ko'zlar qalayimqonlashib ketadigan kun, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqadi. Erkeklik to'g'ri ko'zdalaydigan, shirin so'zlik, insonparvar va o'zaro hamkorlashish demakdir. Alloh taolo Qur'on Karimda bu ma'noga ishorat qilib mundoq deydi. Musa ularning qo'ylarini sug'urib berdi. Ondan orqasiga burilib, bir daraxtning soyasiga kirib o'ltirib, "Parvardigorim, menga rizqdan nimani bersang, men haqiqatan uningga muhtoj" dedi. Erkeklik fitna fasodlar yamrab, krizislar avjiga chiqqanda hech bir malomatga qaramasdan haqni o'ttirga chiqarish va uni mudofaa qilish uchun erkaklarga muhtoj bo'lganda haqiqiy namoyon bo'ladi. Allohdan qo'rquvchilardan bo'lgan, Allohning iymon, toatdan iborat ne'matiga erishgan ikki odam, ya'ni Kalab ibn Yafunna bilan Yosha ibn Nun ularga shaharning darvozasidan hujum qilib kiringlar. Shaharning darvozasidan hujum qilib kirsanglar, cho'qim g'alaba qilasizlar. Agar Allohning va'da qilgan yordamiga ishonsanglar, Allohga tavakkul qilinglar dedi. Erkeklik Qur'on Karim bayon qilganidek oilaning mas'uliyati va boshqarilishini o'z ustiga olishdir. Alloh taolo buni bayon qilib mundoq deydi. Erlar ayollarning homiylaridir. Bu Allohning ularning ba'zisidan, ya'ni erlarning kuch-quvvat, g'azotga chiqish qatorliq jihatlarda ayollardan ortiq qilganligidandir va erlarning o'z pul-mollarini sarf qilganligidandir. Ya'ni ayollarning nafiqasi erlarning zimmasiga yuklanganlikdandir. Demak, erlar oilani boshqaradi. Oila a'zolarining to'g'ri xato ishlarini tuzadi. Xuddi payg'ambar alayhisalom har biringlar bir padichi misoli bo'lib, o'z padanglar haqida so'ralisizlar. Er kishimi o'z oilasining padichisi hisoblandi. U mu oilasidan so'roq qilinadi deganidek qiyomat kuni ular haqida savolga tortiladi. Erlarning o'z oilasini himoya qilishi, bolalari bilan o'ynashib, erkalatib suyishlari uning erkaklikka hech qanday ta'sir yetkazmaydi. Mo'minlarning onasi Oysha radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalom uyda nima ishlar bilan mashg'ul bo'ladi deb so'ralganda, payg'ambar alayhisalom nihoyat eg'ir besiq va tangdoshsiz esil zot edi. Xuddi aranglardagi normal erlardekli edi. Bir o'xshamaydigan yeri doim tabassum qilib turadi. Qo'y sig'ish,
aygı ve kiyimini yamaç degендek aile işlerini mi kılattı? Aranlardan biri öyde qandaq işlerini kılgan bolsa, Peygamber aleyhisselam mı şundak kılattı. Azan okulganda mesdiki çıqatdı. Men onun ne ayallarını, ne hizmetçisini urganlıqını görmüdüm degen edi. Erkeklik fakat takvalık bilen ölçündü. Bu Peygamber aleyhisselamның erkeklik koygan ölçümü. Onunda cins, ırk, rang itibar qilinmaydı. Şanı şevket, yüz abroy yoki mal dünya nazarda tutilmaydi. Demek insanların hemmesi Adem aleyhisselamның avladı. Adam bolsa tuproqdan yaratılgan. Aralarındaki yuqur tövellik farkı fakat takvalık ve yaxşı amellerini köp qilish bilan bo'ladi. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi. Ey insanlar, sizlarni biz haqiqatan bir bir ayoldan, Adem bilan Havvodan iborat bir ota bir onadan yaratdik. O'zaro tanishishinglar uchun nurg'un millat va urug' qildik. Haqiqatan eng taqvodor bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblanasizlar. Ya'ni kishilarning bir-biridan ortiq bo'lishi nasab bilan emas, taqvodorlik bilan bo'ladi. Allah haqiqatan hammani bilguchidir, hammadan xabardordir. İbn Taymiye rahimahullah mundaq deydi. Bu sebepten Allah'ın kitabından nesebi sebeplik maqtalgan ve yoki sökülgen hiçbir insan yok. İnsan Allah'a bolgan imani ve takvalık bilen maqtalib, gunahi ve asilik bilen sökülüdür. Cabir ibn Abdullah raziyallahu anhu rivayet kılıp mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam vida haccide bizge mundaq nutq sözlügen idi. Ey insanlar! Hammanglar Rabbinglarning yolg'iz Allah ekanligi, bir Adem aleyhisselamning avlodi ekanliginglarni asla esinglardan chiqarmanglar. Shuni unutmanglarki, arablarning boshqa millatlarga hech bir ortiqligi bo'lmaganidek, boshqa millatlarning mu arablarga hech bir ustunligi yo'qdir. Shundaqla qizil tanlikning qora tanlikka, qora tanlikning mu qizil tanlikka hech bir ustunligi yo'qdir. İnsanlar arasidagi ustun tuvallik faqat taqvolik bilan o'lchinidir. Allah'ın huzurida en hürmetlenadigan kişi dal taqvodor kishilardir. Sizlarga payg'ambarlik vazifamni yetkazalidimmi deb so'radi. Ular albatta ya Rasululloh deyishdi. Payg'ambar alayhissalom bu yig'ilishga hozir bo'lganlar bu so'zlarni kelolmaganlarga yetkazsin degan edi. Erkeklikning muqim yosh o'lchimi bormi? Erkeklik yoshning cho'ngishi bilan bo'lmaydi. Etrafımızda yaş çoğaysımı, yüreki ve aklı ösmürçilik kişilerini görebiliriz. Bunlar kiçikken işlerine hoşal bulup, erzimez işlerine ah urup, kolu dikini başkalar talaşmasın dep çın sıkımda bilip, yani biravlarga telpindiğanlardır. Mana bular del burut sakallık ösmürlerdir. Ömer ibn Hattab raziyallahu anhu oynavatkan bir top ballarının qışıdan ötüdü. Onu görgen ballar purrede tarqılıp gidiyordu. Aradan Abdullah ibn Zübeyir isimli bir bala turiverdi. Ömer ibn Hattab raziyallahu anhu onundan sen nimişki dostlarında ketmey tursan deb sorğunida bu bala ey müminlerinin emiri men senden korkup kaçqıdak hiçbir günah kılmasam yoki sana yol birey desem yol mu undaq tar bolmagan dekin turiverdim deydi. Bir Arab bala Umayyiler halifəsinin yanıga qavmiga vakil süptida kiribdi. Halife bala qarab senden yeş çoğraklar kelsin deydi. Bala, ey müminlerinin emiri, eğer birer işqi baş buluş, yeşil qara bekitildiğen bolsa, ümmetinin içinde halifelikке senden mi layık kişiler battı deb cevap bergen eken. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de mundaq deydi. Uları qaraydigan bolsan, beden quruluşu, salapetlikki seni hayran kaldırdı. Eğer ular sözlise, sözünün fasahatlikidan sözüge kulak salısan, ilimsiz, aqlsiz, farasetsizlikte goya ular tamgı yölep koyulgan, çirip kalgan yağışlardı. Ular korkunçtan her qandaq avazni özlerine qartılgan deb gumanlanıdı. Ular sana ve müminlerge düşmendir. Ulardan hazar eylegin. Allah ularni halak kılsın. Ular qandaq mı hidayetten gumrahlıqqa burulup getidu? Erkeklik erlerge xas mı? İslam tarihi ötmüşte ve bugün erkekliğin dava qılıp meydisiga muşlaydigan, erlerini besip düşüdigan nahayeti batur ve cesaretlik ayal hanımlarımızın hatirisiga şahit buldu. Bulardan Abdülmuttalib'nin kızı Safiye hanım. Xandaq urushi arpısida Peygamber aleyhisselam ayal ve ballarının bexatarlikni ko'zda tutup,
ularni shaharning eng mustahkam qo'rg'onlaridan biri bo'lgan Hassan qo'rg'oni ichiga yerlashtirgan edi. Musulmonlar dushman kuchlar bilan tirkishayotgan bir paytda bir Yahudi tuydurmasdan kirib, maraqchilik qilishga boshlaydi. Safiya xonim bu Yahudining qo'rg'onning ahvolini kuzatish uchun avatilganligi, agarda qo'rg'onda erlarning yo'qligini bilsa, oqibatning texmi xatarlik ekanligini bayqab, qo'liga bir kaltak ilib, vaziyatni inchkilik bilan kuzatib, fursat kutib turdi-da, vaqti kelganda uning beshiga birini urib o'ldirdi va beshini uzilib, qo'rg'on sepilidan sirtqa atdi. Kesilgan bosh do'milab, uning hamrohlarining oldiga kelib to'xtaydi. Buni ko'rgan Yahudining hamrohlari biz Muhammadning ayollar va bolalarni yolg'iz qo'ymaydiganligini aslida bilatdiq deyishgunicha Badar qochdi. Safiya xonimning izbosari Ummu G'azanfar xonim. U aramiyalik o'qishni yoki yozishni bilmaydigan bir ayol bo'lib, bir kuni jihodning fazilati, shahidlarning martabasi va uning ota-onasiga shafaat qila oladiganligi qatorliqlar so'zlangan bir so'ringa ishtirok qildi. Uningga bu so'zlar qattiq ta'sir qildi va uyga qaytibla yolg'iz o'g'lini chaqirib, Afg'onistonga jihodga berib, Alloh uningga shahidlik martabasi bersa, qiyomat kuni o'ziga shafaat qilishini aytib, hamma oltinlarini o'g'lining oldiga qo'ydi. U o'g'lining norozilik kayfiyatini his qilib, qamchi bilan uni urishga boshlaydi. Urib etib o'ziga o'zi so'zlab, "Sen jihodga bormasang, men qiyomatda kim shafaat qiladi?" deb yig'lab ketdi. O'g'li bu voqeani bayon qilib mundaq deydi: "Men oxiri onamning talabiga qo'shildim va tayyorligimni boshladim. Menish oldida u mendan qachon qaytsan deb so'radi. Men 4 oydan 6 oygacha u yerda turishim mumkin deyishimga mening yuzimga tukirdi. Va sen Alloh bilan faqat 6 oy savdo qilmoqchimi? Borg'in, Alloh sana 2 yaxshilikning birini, g'alaba yoki shahodatni bersin" dedi. Tarix batlariga o'yilgan erkaklar. 1. Amr ibn As raziyallohu anhu Misrni fath qilgan vaqtda mo'minlarning amiri Umar ibn Xattobdan yordam so'rab munda xat yozgan edi. Maqsad kelsam, men sizdan har biri 4000 dushmanga teng kela oladigan Zubayr ibn Avvam, Miqdad ibn Amir, Ubada ibn Sabit va Maslama ibn Maxladdan iborat 4 kishini avatishingizni so'rayman. 2. Xolid ibn Valid raziyallohu anhu Shamning Hira rayonini muhosiraga olgan vaqtda Abu Bakr raziyallohu anhudan faqatla Qaqqa ibn Amir Tamimiydan iborat bir kishi bilan yordamda bo'lishni talab qildi va ichida Qaqqaga o'xshash botir palvon bo'lgan bir qo'shin mag'lub bo'lgan emas degan ekan. U har doim qo'shin ichida Qaqqaning ovozining yangrashi 1000 jangchining kuchidan ortiq deydi. 3. Bereketlik Medine öylerining birining hovlisida Umar ibn Xattob bir to'p hamrohlari bilan birga o'tiradi. Umar ularga arzularinglarni so'zlab boqmamsizlar dedi. Ulardan biri: "Men mushu hovli laqqida to'shqidak oltin go'harlarim bo'lsa, ularni Alloh yo'lida chiqim va sadiq qilsam" dedi. Umar radhiyallohu anhu yana-chu deb so'radi. U kishi nima deyishimni o'zimni bilolmayapman dedi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu: "Men Abu Ubayda Amir ibn Jarrah, Muaz ibn Jabal, Huzayfaning azod qilib o'tgan quli Salimga o'xshash erkaklardek bo'lib, Allohning kalimasining ustun bo'lishiga to'p qo'shishni orzu qilaman" degan ekan. Alloh Umar radhiyallohu anhu ga rahim qilsin. U islom madaniyatining haqiqiy asosiy manbasini, buyuk risolat gullab yashnaydigan bir muhitni, islom ummatining jonsiz badanini tirildiradigan narsani haqiqiy tunib yetgan edi. Ular har qandaq nafs, unchi marvoyatdan qimmatlik. Kuchlik iymon, o'tkir iroda sohiblari bo'lgan haqiqiy erkaklar edi. Kuch-quvvat qurol yaroqning sonsizligi bilan emas, qo'shinning qalbidagi iroda bilan o'lchinadi. Ta'lim-tarbiya kitob yuzdila bo'lmasdan tarbiyachi muallimning ro'yitiga yildiz tortgan bo'ladi. Bir davlatning o'z xalqiga eng yaxshi va eng cho'ng beroladigan narsasi dal yaxshi ma'rifat. Buningga gazet, jurnal, radio, masjid va madrasalar qo'shilganida haqiqiy erkaklarni tarbiyalab yetishtirib chiqish mumkin bo'ladi. Xotima: ummat musulmonlarni dahshatli qor bo'ronlar o'rib olganida chinordek mustahkam tura oladigan, savrchan, muloyim,
kishilarni hayronu has qoldiradigan, fitna fasod iziq turishlardimi nishonini yo'qotmaydigan, kishilarga diniy nuqtadan qaraya oladigan, insonlarga ulgu bo'la oladigan, Alloh subhanahu va taoloning shariati bo'lgan islomning haq din ekanligini pokitlik holatda insoniyatga jakarlay oladigan erkaklarga to'liq muhtoj.